Liu Bei nimish Wolong Fengzhou, yani Zhuge bilan Pang Tong ikkilisi erishibmi, butun iqlimni birlikka keltirolmaydi. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning oxirini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Nurg'un kishilar deydi. Kim Wolong Fengzhou, ya'ni Zhuge bilan Pang Tongning ikkisidan birisi erishib qolsa, butun iqlimni birlikka keltira oladi deydi. Ammo Liu Bei har ikkilisiga erishgan turibmi, nimishqa butun iqlimni birlikka keltira olmaydi. Buningda mundaq bir nechta turli sabab bor. Buning birinchisi Liu Bei yani fursat tutishni qat'iy bilmaydi. Nurg'un qatimliq zimin cho'ngaytish, nurg'un yaga erishadigan fursatlarda Liu Bei o'zining yuzini oyib chikkilinib qoldi. Fursatni o'tkazib o'tdi. Pang Tong, Zhuge Liang buning mushavirlari necha qatim nasihat qilibmi, uning gapga kirgizolmaydi. Shu sababdan buningki taraqqiyoti ostib qoldi. Ikkinchisi, hammaylar bilamiz, Liu Bei quruq qo'l holatdan egilgan. Ammo uningki kushandilari hammasi asosan amaldor yoki qo'lasida nurg'un iqtisodiy kuchi bor, lashkari bor, tunishlari ko'p, rimay ko'p kishi. Demak, Liu Bei'ninki nol holatdan, ya'ni quruq qo'l holatdan egilliklar kuchayib, zo'rayib, o'zininki kushandilari, dushmanlari bilan tanglashib, ham ulardan ishib tushib, ularni mag'lub qilib, iqlimni birlikka keltirish uchun nurg'unlagan jabr mushaqqat, nurg'un vaqt, nurg'un kuch ketadi. Demak, Liu Bei qag'anlar qaraganda nechasi kuchga to'g'ri keldi. Uchinchisi, jo'grafiyalik o'rin. Ya'ni Wei davlati, Shu davlati va Dongwu davlatininki ustininki ahvoliga qaraydigan bo'lsak, ya'ni jo'grafiyalik o'ringa qaraydigan bo'lsak, Wei davlati bilan shu Sharqi Wuninki tuprog'i asosan munbat. Birisi ziroat terib mo'losal oladi, yana birisi baliqchilikdan mo'losal oladi. Ammo Liu Bei'ninki shu davlatniki o'rnashgan o'rninki tuprog'i tog'liq, ya teriydigan, ya az bo'lg'achqa, buniki taraqqiyoti iqtisodiy, ya'ni ochliq mahsulotimi az bo'lganlikdan boshqalarga iqtisodiy jihatdan yetishilishi oz bo'ladi. Demak, bu shu bir nechta turli sabablardan, demak, Liu Bei'ninki g'alaba qilish ehtimolligi tuvallab ketgan, ya'ni g'alaba qilolmagan deyish bo'ladi. Agar siz bu gaplarim qo'shilsangiz, astidagi inkaslarga alt raqamni qoldirib qo'yib, texnik ko'p jahondorchilik, korxonchilik mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchir qiling.